Sekin proyektlarimizni demo showini boshlaymiz. Birinchi proyektimiz Expeditor Tracker proyektimiz hisoblanadi. Bu Gloria Global'ga transportlarning harakati va ekspeditorlarda cheklarni topshirishi yoki tovarlarni qayerga yetkazib berishi, cheklarni qayerdan chiqaryapti, shularni kontrol qilish uchun qaysi joylarda zakaz ko'payib ketyapti, qaysi joylarda kamroq, shularni aniq xaritada ko'rsatish uchun, transport tizimlarini to'g'ri nazorat qilish uchun qurilgan proyekt hisoblanadi. Ko'rib turibsiz ekranda. Bu proyektning asosiy qismi, asosiy ko'rinishi. Bu yerda update qilsak bo'ladi. Proyektda bizda datalar 1DNSda saqlangan. 1DNSdan biz o'zimizga kerakli ma'lumotlarni yuklab olishimiz kerak. Misol uchun ekspeditorda ma'lumotlarni yoki oxirgi zakazlarning ma'lumotlarini, shu koordinatlarni 1DNSdan yuklab kelamiz. 1DNSdan yuklab kelish uchun buning uchun update qilishimiz kerak. Bizda oxirgisini mana qancha update qilingani ko'rsatib turibdi. Last update 2026-yil 10-yanvar 9:30da qilingan deyapti. Endi bitta bossak, u yuklab keladi. Bu yerda qaysi o'zgarishlar, qancha o'zgarish bo'ldi, hammasini ko'rsatib turadi. O'zgarishlar update bo'lgandan keyin bitta brauzerimiz yangilab oladi. Endi shu bo'yicha mana qo'yilgan sana bo'yicha ma'lumotlarni ko'rsatishni boshladi. Filtrimiz bo'yicha 1-yanvardan boshlab 31-yanvargacha bo'lgan sana bo'yicha cheklarni ma'lumotlarni ko'rsatyapti. Mana istalgan sana. Bu misol uchun Akramov Qahramon degan ekspeditorimiz hali chek yetkazmagan. Bu yerda yonsoni bitta filtrlab olamiz. Filtrlab Toshkent olaylik, misol uchun. Toshkent bo'yicha filtr qo'ydik. Endi Toshkent bo'yicha ekspeditorlarimizni ko'ryapsiz. Ko'rgan bo'lsangiz, mana xaritada birma-bir ko'rsatyapti. Har bitta tochkalar qayerda bo'lgan, qayerga qancha zakaz olib borgan. Bunda bu oyda Amajon Javohir degan ekspeditorimiz 8 ta chek yetkazib bergan. Ya'ni 8 ta klientga zakaz olib borgan. Uni umumiy summasi shuncha summada bo'lgan. Bu bitta proyekt bo'yicha hozir ko'rsatayotganimiz. Mana uni cheklari misol uchun ko'rsatish mumkin. Buni bosganimizda mana bu yerda rangi o'zgarib qoladi, ko'rsangiz. Show qilganda. Misol uchun boshqasini ko'rsangiz, mana shu qaysi haligini tochkaga olib borgan, chekdaligidagi ma'lumotlar. Shuni bossak, endi misol uchun chekni bossak, chekda ma'lumotlar ko'rsatilyapti. Chekda ID'si, ekspeditor kim, chek chiqarilgan sana, proyektda, transportda qaysi mashinada bo'lgan, u qaysi kekevaplatdan chiqarilgan. Qaysi shaharga tegishli, qaysi shaharda bu. Bu zakaz qaysi skladdan urilgan, zakaz kim, qaysi agent urgan, qaysi agentning nomidan zakaz urilgan yoki shunaqa yetkazib berilgan vaqti, ya'ni chek chiqarilgan vaqti, umumiy summasi qaysi turda to'lov qilingani, hamma ma'lumotlar chiqariladi. Shunaqa. Endi keyingisi mana shu bo'yicha ketaveradi. Fonni qaysi ekspeditor nechta zakaz yetkazgan, qayerlarda chek chiqargan, shunisini aniq ko'rsatib beradi. Ko'ryapmiz. Misol uchun buni kattaroq ob'yomda olsak, oktyabrdan boshlab turib bugungi kunga do filtr qo'yapmiz. Misol uchun 1-fevralga do mana. Fonni ko'rsangiz, mana nechta umumiy zakaz olib borgan cheklik va nech pullik zakaz yetkazgan, qaysi mashinada, ekspeditor nomi, fonni danlilar chiqyapti. Shunaqa detalli ma'lumotlar bilan ko'rsatyapti. Cheklari fonni chiqaradi. Bu yerda 284 ta chekni hammasini, bu yerda ko'rsangiz, hammasini kunlik rangga bo'lib qo'ygan. Bu yerda ochsa mana daily roadsda qaysi rangdagi ma'lumot, ya'ni koordinata qaysi sanaga tegishli, hammasini ajratib qo'ygan. Bu yerdan ko'rib olsa bo'ladi. Hammasini olib ko'rsatyapti. Qayerlarda qaysi kuni ko'pchilik bo'lgan, nima bo'lgan, shunga qarab analiz qilsa bo'ladi. Bundan tashqari sortimiz bor. Sortimiz bu yerda ma'lumotlarni sortirovka qiladi.
ekspeditorlarimiz misol uchun transport bo'yicha qilishi mumkin. Mana mashina nomeri bo'yicha o'ngdan tepaga, pastdan chapga raqamni xullas shunaqa qilib filtr qilib beradi. Keyingisi ismi bo'yicha qilish mumkin. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma ma'lumotni ko'rsatyapti. Qayerlarga olib boryapti, qaysi kuni qanaqa. Endi yoki bizga kerakli ekspeditorni qidirib searchga bersak bo'ladi. Uning dandisini ko'rish uchun. Bu asosiy oynadagi bo'layotgan ishlar. Yoki bugungini mana shuni bossak, bitta knopkani faqat bugunga tegishli filtrlarni qo'yadi. Bugun yakshanba bo'lgani uchun, shanba bo'lgani uchun umuman hozir tovar yetkazilmagan. Shuni hisobiga hech kimda hali chek chiqarmagan. Nol qiymat bilan turibdi. Keyingisi bu yerda Yandex.Map'ga integratsiya qilingani uchun uni Yandex.Map xususiyatlari ishlatiladi. Misol uchun aytaylik, siz aytib turib, bu qayerlarda turibdi, ana joyini ko'rsa bo'ladi. Qaysi holatda, nima holatda, qayerda turib chiqargan bu chekda, mahallada ketyapti, urib ketganmi, mana misol uchun mana shofir mashinada ketadi, bitta urib ketavergan. Bu chekni aniq klientga bermagan bo'lishi ehtimoli katta. Misol uchun mana yo'lga chiqib olib urgan hammasini. Shu to'g'ri zakaz to'g'ri yetib boryaptimi? Cheklar klient o'ziga berilyaptimi yoki ko'chadagilar urib ketyaptimi? Shularni nazorat qilsa bo'ladi bu yerda. Mana sirib ko'rsam, misol uchun bu yerda bozor bo'lishi mumkin. Aligida katta magazinlar, hammasi yoki skladda turib bo'lgan bo'lishi mumkin. Shularni aniq tekshirib olsa bo'ladi buni. Bu oddiy transport bo'yicha ishlaydigan menejerlar uchun shu funksiyalarimiz bor hozirgi. Keyin bu yerda dinamik menyumiz bor. Menyuning ichida mana fondning qiymatlari bor. Bu yerda 3 ta tilli bizda o'zbekcha, ruscha, inglizcha. 3 tilda ham ishlayveradi. Xo'sh. Biz o'zbekcha tursa, o'zbekchada ko'ryapmiz endi. Endi bu foydalanuvchilar qo'llanmasi, qanaqa ishlatilish boshqalari to'liq tushuntirilgan. Qaysi haligidagi ma'lumotlar qayerda ko'rsatilgan, nima qilish kerak, xatoliklar qanaqa hisoblanadi, ma'lumotlarni yangilash qanaqa qilinadi, hammasi to'liq detalli yozilgan. Keyingisi bizda analitikalarimiz bor. Analitikalar bu fondning chekka tegishli analitikalar. Aytaylik, bizga kerak dekabrda 1-dan 31-sigacha 1 oylik mana 2000 ta chek chiqqan. 2000 ta chekdan yetkazilgan 2000 ta qolib ketgani yo'q deyapti, chunki ular hammasi yetkazib berdim deb belgilab ketgan. Necha pulli? Masalan uchun 1.7 milliardlik chek deyapti. Ya'ni 1 milliard 684 million 806 ming 280 so'mlik chek chiqarilgan. O'rtacha chek summasi mana 830 ming 953 so'm 83 tiyin ekan. Shunaqa fondning ma'lumotlari keltirilgan. Naqd pulda mana shuncha, uz karta shuncha, xumoda shunaqa qilib alohida ko'rsatib ketilgan. Qaysi ekspeditor nechtadan chek chiqaryapti, cheklar soni bo'yicha, kunlik cheklari, eng yaxshi loyihalar. Bu yerda hozir faqat demo bo'lgani uchun men bitta proyekt qo'shib qo'yganman. Shu proyekt bo'yicha ko'rsatyapti. 2030da dekabr oyida chek chiqqan. U
mana o yerda eng yaxshi shaharlar bo'yicha eng ko'p chiqarilgan cheklar. Misol uchun Toshkentda 164 ta, Namanganda 244 ta, hokazo. Bularni dinamik moslashtirib olsa bo'ladi. Kerak emas bo'lsa, yoqmasa olib tashlasak bo'laveradi. O'chirib qo'ysak, bizga kerakli ma'lumotlar qoladi. Yoki filiallar bo'yicha statistikalar to'lab olsa bo'ladi. Loyihalar bo'yicha, sana bo'yicha o'zimizga xohlaganligini tanlab olsa bo'laveradi. Bu birinchi analitikamiz. Keyingisi buzilishlar, ya'ni bunaqa cheklarni to'g'ri yetkazib beryaptimi, yetkazib bermayaptimi, shu buzilishlarni ko'rsatish uchun. Birinchisi, misol uchun Norov Eliyor degan ekspeditor eng ko'p xato qilgan odam ekan. Bu общий xatolar bo'yicha. Misol uchun 16.01 da deyapti. Mana shu yerdan turib uryapti. Mana 3 ta chek bir vaqtda chiqqan cheklar bo'yicha analitika bu bo'lyapti. Hozir qaysi tochkadan turibdi, qaysi klientlarni chekga qo'ygan. Bu katta ehtimol skladga kelib olib turib urgan yoki boshqa joydan turib urgan. Shu bitta joyga o'tirib olib turib urib ketavergan. Hamma klientnikini bu chekni yetkazib bermagan ehtimoli katta. Shunday qilib tekshirib olsa bo'ladi. Klientlar har bittasini o'zi mana shu vaqt orasida nechta chek chiqargan. Keyingisi buzilgan cheklar. Misol, mana yerda keyin ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana eng ko'p ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha ekspeditorlar nechta chek chiqargan va nechtasini xato chiqargan. O'rtacha foizi. Buzilgan cheklar deb hisoblangan cheklar danilari to'liq keltirilgan bu yerda ham. Keyin qaysi tochkalarda, misol uchun nechta ekspeditor eng ko'p buzilayotgan joylarda alohida statistika qilib chiqarib qo'ygan. Koordinatasi, nechta buzilish, nechta ekspeditor shu joyda xato qilyapti, shu joyga kelib uryapti. Shuni ko'rsatib qo'yilgan. Vaqtlar qaysi kunlarda eng ko'pi qancha masofadan uryapti, 500 metrdan kichik orasida 4300 ta chek xato urilgan. Hammasi 500 metrda oralardan kichkina, 10 minut ichida. Shu, endi bu ikkinchi qilamiz. Bu yerdan filtrlar bor, o'ziga moslashtirib olsa bo'ladi. Endi keyingi analitikamiz bir xil joydan buzilish. Bu endi detalliroq. Ko'ryapsiz, jami yozuv 100 ta, ulardan ekspeditor 16 ta o'rtacha deb berib ketilyapti. Bu yerda radius qancha, radiusga qarab xatoliklar nasro'yga qilsa bo'ladi. Necha minut orasida urilgan cheklar xato deb beriladi, ularni ko'rsatib ketsa bo'ladi. Bunda qiymatlar o'zgaradi unga qarab. Misol uchun aytaylik, bu o'tgan safargidan faqat mana shu kuni 19:27 dan 19:33 ga bo'lgan vaqt orasida mana shu koordinata bo'yicha Rahimov Farruh 4 ta chek urgan. Shu xato deyapti. Bitta joydan turib 4 ta chek urgan. Mana shu tochkadan turib vaqt oynasi 19:23 da jami cheklar 4 ta Rahimov Farruh degan ekspeditor bitta joydan turib 4 ta chek chiqara olgan. Klient hammasi har xil klientlar. 4 xil klientga bitta joydan turib chekini chiqargan, chekini balkim bermagan, balkim tashlab yuborgan. Shularni aniq ko'rsatadi. Keyingisi misol uchun Muhammedov Umid degan ekspeditor, radiusi 15 metr orasidagi radiusda. Bunaqa detalli ko'rsatilgan bu yerda. Keyingisi buzilishlar nazorati. Endi bu yerda buzilishlarda общий statistikasi bo'yicha ko'rsatadi. Bu общий Norov Eliyordagi shubhali cheklari 1435 ta chek chiqargan bo'lsa, undan 202 ta fondi bazada bor cheklar bo'yicha ko'rsatyapti. Mana shu oylik bo'yicha qaysi kuni nechtadan xato qilgan kunligini ko'rsatadi. Misol uchun, ko'payib ketmagan bo'lsa, 20 tadan oshib ketmagan bo'lsa, xatoliklari sariq, ozroq bo'lsa yashil, bo'lmasam qizil qilib ko'rsatib beradi bu shubhali cheklar. Misol uchun, shanba kuni 3 ta dona chekni
xato urgan deyapti, buzilishlar bo'lgan yoki boshqa anaqalari bo'lgan. Qaysi cheklarni xato hisoblayapti yoki bu yerdan bo'lsa Yandexga o'tadi. Shunaqa hammasini bittada chizib beradi. Bunda bo'lsa mana GPS bo'lsa mana Yandexda. Bu Yandexda xaritada ochib turib ko'rsatib beradi. Misol uchun mana ozroq bo'lgan. Bular yashil. Ko'payib ketmagan. Xatoliklari. Halicha bu haftada bular qilmagan. Oldingi naqalarda ko'payib ketgan mana Muhiddinov. Bunda bitta ikkita. Buni olib tashlasak mana 97 ta 6-kuni. Eng ko'p hali hamma ekspeditorlar bo'yicha 6-kuni 97 ta buzilish bo'lgan. Misol uchun 3-kuni 34 ta. Bu mingta chekishchi yaxshi degan 34 ta, hech qancha emas. 97 tasi qanaqadir internet sababli yoki narsa sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. 97 ta endi bu qo'lab turadigan endi holat. Aynan nima sababdan bunaqa bo'lganini tekshirish kerak bo'ladi. Misol uchun fondli cheklar shunaqa. Keyingisi bizda vazifalar boshqalar bor. Bu faqat administratorlarga ko'rinadi. Administratorga ko'rinadi. Administrator misol uchun yaxib qo'yish mumkin, bosib qo'yadi. Bu yerda ketdi, hisoblaydi. Tushdi, hisoblashni boshlayapti. Qanchadir sekund. Bu yerda hozir chek ko'p bo'lmagani uchun chekni tekshirdi, bitta chek tekshirilibdi. Unda nota topildi deyapti. Vazifalar bu kunlik qilinish kerak bo'lgan vazifalar. Misol uchun 26 ta chekni tekshirib chiqdi. Bir xil vaqtda bo'lgan, mana 12 ta olsa yana qo'shildi. Same location, violation records. Bitta joydan turib urilgan cheklarni tekshirib chiqdi. Bu tasdiqlacha. Buni administrator tomonidan boshqarsa bo'la oladi. Fondli analizlarda hozir nechta task bor, bu Django admindan nastroyka qilinadi. Super admin tomonidan. Keyingisi menejerlar hisobot. Menejerlar hisobotida ham bersak, fondli chiqaradi. Misol uchun sana oralig'i 1-dan 31-ga doir nechtadan xatosi bor? Aytib bitta joydan urilgan, skladdan urilgan cheklar chiqarish mumkin yoki bir vaqtda urilgan. Skladdan chiqarilgan cheklar yo'q, bir joydan urilgan cheklar mana ikkitadan mana shu ekspeditorlar bo'yicha chiqaryapti. Keyingisi misol uchun bu cheklar detalli ko'rishimiz mumkin. Qaysi cheklar xato chiqarilgan yoki o'chirib qo'yishsa bo'ladi. Keyingisi misol uchun ekspeditorlar bo'yicha eng ko'p xatoliklar bitta ko'rsatib jadval bo'yicha. Mana ekspeditor bitta joyda qanaqa skladdan nechta bir vaqtda ikkita jami xatoliklar 3 ta, jami chiqargan cheklar 7 ta. 7 tadan 3 tasi xato bo'lyapti. Bittasini bitta joydan chiqarib qo'yapti. Xato bitta hisoblanyapti. Keyingisi bir vaqtda ikkita xatolik, ikkita vaqt orasida misol uchun ikkita chekni bitta joyda chiqargan yoki 3 ta chekni bitta joydan chiqargan. Bu bitta joydan chiqargan bitta xatolik hisoblanadi. Keyingisi bir vaqtda misol uchun 4 da ikkita chekni bitta vaqtda chiqardi, bitta joyda. Keyingisi soat 5 da yana qaysidir joyga borib 3 ta chekni bitta joydan chiqarib qo'yapti. U 3 xil klientga, 3 xil klient koordinatasi har xil bo'lgan. Shunga qarab, shuni bitta xato hisoblaydi. Ya'ni 4 da uga chiqargan xatosi bilan 5 ta xatoni ikkita xato deb hisoblab beradi bu yerda. Shunaqa o'xshaydi. Endi shu xatoliklar bo'yicha ekspeditorlarni biriktirilgan filialiga qarab turib, filiallar bo'yicha qaysi filiallarda eng ko'p xatoliklar bo'lyapti, kim mali chekka qaramayapti, kimda muammo bo'lyapti, kimdadir internet sababli chek chiqara olmagan bo'lishi mumkin. Shularni nazorat qilsa bo'ladi. Qaysi proyektlar bo'yicha bularni keyin dinamik o'ziga moslashtirib olsa bo'ladi. Layoutni sozlashtirib turib, nimalar kerak, nimalarni olib tashlash kerak, galcha qo'yib, kerakli narsalarni tepaga pastga tushirib, o'ziga moslashtirib chiqarsa bo'laveradi. Filiallar jadval bo'yicha
qo'yib, misol uchun shu diagram bo'ladi, o'ziga ekranni sozlay olsa bo'ladi. Keyingisi yana bitta asosiysi Yandex.Toolkit. Bu ham faqat super adminga ko'rinadi. Yandex.Toolkitni shu yerda nastroyga qilsa bo'ladi, qo'shsa bo'ladi. Misol uchun yangi qo'shish yoki o'chirsa yoki izmenit qilsa bo'laveradi. Bundan muammo yo'q. Shu birinchisi Expeditor Tracker proyektimizni demo misol uchun aytaylik. O'tgan oylikini qo'yamiz. Birinchisidan 31-siga bo'lgandi. Bunga dekabr qilsak 25-siga qo'ysak dekabr oyida qaysi kuni nechtadan chek chiqarganini ko'rsatib turadi. Bu yerda qo'shimcha. Shu bilan birinchi proyektimiz davomisi demo namoyish tugaydi. Keyingi proyektda davom ettiramiz.